Assalomu alaykum hurmatli Taxtachi.uz kanalining kuzatuvchilari. Bugun sizlarga Ramazon oyidagi narxi arzonlashtirilgan taxta mahsulotlarini tanishtirib o'taman. Taxtalar narxi bilan tanishtirishdan oldin sizlarga manzilni tushuntirib o'taman. Manzilimiz Namangan shahar Shamshibod taxta va qurilish mollari bozori. Orientir yangi bozorda joylashgan. Bu videoni ko'proq Andijon, Farg'ona, Vodiydan, keyin viloyatlardan, Toshkent, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, boshqa shahardagilar kuzatib yuradi. Dastavkalarimiz mavjud. Dastavka degani ko'pchilik bepul deydi. Dastavkani pulligi bor, bepuli bor. Kelishgan holatda qilib beramiz. Narxlarni esa tanishtirishni boshladik. 14x4 6 metrli strapilarimiz to'liq 14x4 chiqmaydi. 13,5 ga 38 chiqadi. Narxi 125 ming so'm. Sifatlari a'lo darajada. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Garbili yo'q. Taxtasi toza sasni qarag'ay taxtadan. Keyingisi 4 metrli strapilarimiz. Mana bunaqa pachkada keladi. Bu quritilgan taxta bo'ladi. Buni narxi 60 ming so'm. Razmeri 17 ga 37 ko'rsatadi metr qo'ysangiz. Quruq. Bundan kichiraymaydi xudo xolasa. Bo'lsa esa eni 11, qalinligi 4, uzunligi 6 metr. Narxi 100 ming so'm. Bu ham sasna daraxtidan yel pixta emas. Sifati yaxshi, garbili bo'lmaydi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bundan ideta bir 600 donnacha bor. Ulgurib qolinglar. Bo'lsa esa razmeri to'liq 14x4 6 metrli yangi keldi. Uni tog'day baland bo'lib turibdi. Narxi esa 130 ming so'm. Bu ham toza qarag'ay taxtasidan sasni, garbili bo'lmaydi. Sifatlari a'lo darajada. Bu esa 11,5 ga 3,5 6 metrli quruq taxtamiz hisoblanadi. Sasna rossiyskiy 100%. İçinde garbili marbili bo'lmaydi. Narxi 90 ming so'm. Bu esa sal arzonroq, o'sha taxtasi yel taxta deydi. Razmeri 13 ga, eni qalinligi 3,7, uzunligi 6 metr. 120 dona bor, ulgurib qolinglar. Narxi 115 ming so'm. Bu mana bu yuqorida aytib o'tgan 90 ming so'mlik strapilamizdan baland bo'lganligi uchun pastga klientlarimizga qulaylik yaratish maqsadida sifatlarni ko'rishlari uchun taxlab qo'yganmiz. Sifatlari a'lo darajada. Keyingi taxtalarimiz esa listvak, laga va tusunga ishlatishadi. Razmeri 15 ga 5 minusavoy. Garbili bo'lmaydi. Birinchi 5-sort, sifati yaxshi. Narxi 110 ming so'm. Bundan deydi 170 bittadan 5 ta pachkada bor, ya'ni 850 donacha bor. Bu esa 11 ga 33 4 metrli strapilarimiz. Sasna bu ham yel pixtasi bo'lmaydi. Sifatlari zo'r, tirilishlari a'lo. Narxi 57 ming so'm. Bunisi esa quruq strapilarimiz. Bir pachka qolgan, razmeri 13,5 ga 3,5, uzunligi 4 metr. Quruq, 100% sasni, Rossiyaniki. Sal afzali bo'lishi mumkin. Narxi 72 ming so'm. Quruq, zavodskiy taxta. Bu esa o'sha ko'pchilikni yuragidan joy olgan listvak taxta. Buni laga va to'singa ishlatishadi. Sifatlari a'lo darajada ko'rishingiz mumkin. Qilishlari zo'r. Narxi 155 ming so'm. Razmeri 18 ga 5. Sifatlari a'lo darajada. O'zi ustiga qop yopib qo'yganimiz uchun
Yana ham sizlarga yaxshi ko'rsata olmadim. Kimga kerak bo'lsa, pastda raqamlarni yozib ketaman. Savdogar akamizdan bemalol aloqa chiqib, sifatlarini aytsani Telegramda tashlab beradi. Ko'rasizlar. Bu Sasna 11,5 ga 3,5 Kata zavod deydi. Quruq, katta bitog'i bo'lmaydi, garbili bo'lmaydi. Bundan 250 dona bor. Buning narxi 62 ming so'm, oldin 65 ming so'm sotiladi. Bu esa o'sha lapsha taxtamiz. Eng yaxshisi garbili bo'lmaydi, sifati a'lo. Narxi 21 ming so'm, 8 ga 2 ming so'm. Bundan hozirda 600 dona bor, yangi yuklarimiz skladlarimizda mavjud. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Videoda ko'rsatgan taxtalarimizdan xudo xohlasa yana keti uzilmaydi. Bemalol aloqa chiqib zakaz qilishingiz mumkin. Dastavkalarni kelishgan holatda qilib beramiz. Hop, keyingi taxtalarimizga keladigan bo'lsak, reka va pol taxtalarni ko'rsatib o'taman. Do'konimiz manzili 3-yo'lak 585, 586 va 571-joylar. Pol taxta 9 ga 1,8, uzunligi 4 metr, 87 chiqadi metr qo'ysangiz, narxi 32 ming so'm. Bulusi kattaroq 11,5 ga 1,9 Sasna, narxi 43 ming so'm, 4 metrli. Bu esa 11,5 ga 23li 4 metrli yel rossiyskiy quruq. Narxini 52 ming so'm qilib qo'ydi, 55 ming so'm sotilgan. Bu lapsha taxtani ko'pchilik so'raydi. Quruq rossiyskiy 10 ga 2 deb sotiladi, minsovoy bo'ladi. Narxi 30 ming so'm. Mana bunaqa pakovchniy bo'ladi. Bu esa 13,5 ga 32, 14,5 deb sotiladi. Minsovoy bo'ladi, aytib qo'yiladi. Narxi 107 ming so'm. Garbili bo'lmaydi, 100% Sasna. Ichida yel puxtasi yo'q. Bu rekalarimiz 7 ga 4 razmerda, uzunligi 4 metr, buni 6 metrligi ham bor. Buni 1 metrini 10 ming so'm qilib beramiz. Bu esa shiferga 4,5 ga 4 razmerda. Buni narxini 6,750 so'm qilib beramiz. 7 ming so'm sotilgan. Skochlarni ochib donali qilib desangiz, donali qilib yuklatib beramiz. Ichida garbili o'qlangani bo'lmaydi, ulog'i chiqmaydi. Ikkitadan boylangan ko'rishingiz mumkin. Andijonlik klientlarimiz eng ko'p qiziqtirgan stropilerlar 14 ga 4 metrligini ko'rsatib o'taman. 6 metrligini ko'rsatdim, 130 ming so'm. Bu 14 ga 4 metrlik. Narxi 80 ming so'm. To'la razmerda. Garbili bo'lmaydi, sifatlari a'lo darajada. Aybi shu ko'k yugurib qolgan xolos. Mana lentalar bilan turibdi. Juda ham chiroyli taxta. Sasna, yel puxta bo'lmaydi. Sasnalik uchun ko'karadi aziz kuzatuvchilar. Shuni ham inobatga olib qo'ysan. Bu stropiler 4 metrligimiz, pachkali. Mana bunaqa pechatlari bilan chiqadi zavodda. Принято и проверено. Qabul qilindi va tekshirildi. Tushunmaganlar uchun razmeri 12,5 ga 32, uzunligi 4 metr, narxi 62 ming so'm. Juda ham go'zal taxta. Katta bitog'i bo'lmaydi. Quruq. Bu esa 10,5 ga 4,5 4 metrli stropilerimiz. 120 atrofida qolgan. Narxini 70 ming so'm qilib beramiz. Oldi 80 ming so'm sotilgan. Bu shifer rekani arzoni keradigan kishilarga 5 ga 4 deydi. Minsovoy bo'ladi. Skochligiga ikkitadan boylangan, ichida aybi nuqsoni bo'lmaydi.
bemalol ko'rishingiz mumkin. 12.000 metr mavjud bu yerda. Narxi 5.700 so'm. Bunisi esa sal kichikroq razmerda, 4 ga 3ligi. Bu lentali varianti. Buning narxi 5.400 so'm. Bu paddon. Oyog'i tagidagi taxtalar. Bunaqalarga e'tibor bering. Hozir kravat sezon boshlandi. Shuning uchun 3 metrli shpuntovli taxtalarni olib kelib qo'yganmiz. Eni 87-88, qalinligi 1.9, uzunligi 3 metr. Mana bu taxta mana narxi 23.000 so'm. Bu esa menga qalinroq kerak klientlarimiz uchun eni 9, qalinligi 2.8, uzunligi 3 metr. Bu yel deydi buni, sifati yaxshi. Tig'larni ham ko'rishingiz mumkin, katta ochilgan, bemalol bir-biriga tushishlari yaxshi. Narxi 37.5 ming so'm. Hurmatli kuzatuvchilar, shuning bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boringlar. Instagramda taxtacho'z deb yozsani, Instagramdagi akkauntimiz kelib chiqadi. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Like va podpiska bosib, uzoqdagi yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar. Video manfaatli bo'lsa, ko'pchilik safarda yurib zakaz qilibdi. Yana bir bor ta'kidlab o'taman, dostavkalarni kelishgan holatda qilib beramiz. Shamshiboy, Namangan shahar, Taxta bozori, qurilish bozori, 3-yo'lak 585, 586 va 571 joylar. Ismim Abdulaziz. Nomerim 91 369 33 23. Videoda ko'rsatib o'tmagan taxta mahsulotlarimiz ham mavjud. Kimga qanaqa razmerdagi taxta va taxta mahsulotlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'limizdan kelgancha yetkazib beramiz. Ulgurib qolinglar, narxlar balandlashni boshladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qilgan mehnatimiz yoqqan bo'lsa, bittadan kanalga a'zolikni bosib, uzoqdagi yaqinlarga tashlab qo'yasizlar. Bugun 13-mart, juma. Hammani juma ayyomi bilan tabriklayman. Ramazon kunida tutgan ro'zalaringni Alloh dargohida qabul qilsin.